yer shariga mablag' sag'uvchi bo'lgan, dunyo iqtisodining xo'jayini deb atalgan Soros apandim Myunxenda ichilgan dunyo bexatarlik yig'inida, ya'ni Amerika, Angliya, Yevropa qatorliq davlatlarning prezidentlari, parlament a'zolari, tashqi ishlar ministrlari va davlat mudofaa ministrlari oldida o'tirib turib, shularga muhim dokladni so'zlab o'tdi. Soros apandim so'zida ikki muhim masalani jakolab o'tdi. Birinchi qilgan so'zi bo'lsa, Rossiya davlati agar mushu Ukraina urushida mag'lubiyatga uchraydi ekan, Rus imperiyasi butunlay gumron bo'ladi. İkinci sözü bo'lsa, Xitoy davlatining prezidenti Xi Jinping bundan keyin huquqida davomli uzun turolmaydiganligini hamda buningga ishonchning borligini, undan boshqa Xitoy hokimiyatining almishdiganligini, agar hokimiyat yana davom qiladi ekan, u chaqda keng ko'lamli inqilobning portlaydiganligini deb o'tgan. Soros apandim gapida aniq shuni deydi ekan, Xi Jinping bo'lsa, har qanday fursatni qo'ldan ketkizib yetib, hamma narsani uqtirib o'tguchi hamda Putin bilan eg'iz burun yolishib, Soros apandimning ochig'ini keltirib qo'yganligini, hozirmi Xitoy davlatining ichida vaziyatning o'zgarayotganligini, butun Xitoy xalqining Xitoy kommunist hokimiyatiga bo'lgan ishonchisining yo'q chiqayotganligini so'zlab o'tgan. Xitoy davlatining hozirgi vaziyati hokimiyatning almashishining sharoiti to'liq pishib yetilgan. Bundaq bo'lishiga bütün meselelerni özleri keltirib chiqargan. Xi Jinping davlat hokimiyatini butunlay o'z changiliga o'chimlab ching siqib turgan bilan, lekin buni uzun davomlashtira olmaydi degan. Xitoy davlati bo'lsa, har xil yo'llar bilan Rossiyaning Ukrainadagi urushlariga bütün kuchi bilan yordam bergan. Xitoy davlati bütün Rus askarlarining yemak-ichmak, kiyim-kechak, zambirak, o'q, iqtisod va o'zga tava bo'lgan yangi texnikalar bilan Rossiyani ta'minlab qo'llagan. Xitoy davlati Amerika davlatining ogohlantirishig'imi pisand qilmagan. Kuzatuvchilar Soros apandimning bexatarlik yig'inida qilgan so'zdan keyin Amerika davlati Xitoyga texmo keng ko'lamli iqtisodiy jazo va tadbir ib bordi deb qaraydi ekan. Joe Biden apandimmi Ukrainaga tuyuqsiz ziyoratda bo'lishimi, Joe Biden apandим faqatlam ma'lum bir kuchning buyrug'ini ijro qilish o'rindashdan iborat ekan. Hamda Ukraina davlatini atom bomba qurollari bilan qurollantirdi ekan. Bundoq bo'lishiga sabab Rossiya davlati, yana Putin hokimiyati bir yildan buyon Ukraina bilan urush ichib, butun ilg'or texnikalarini ishlatgan bo'lsa-mu, Ukraina davlatini ishg'ol qilamagan. Hamda Putinning birdan bir o'zining hokimiyatini saqlab qolish uchun atom qurollariga tayinish kerak ekan. Mana shu vaziyat qarta Ukraina davlatimi atom qurollariga ega bo'lish kerak ekan. Hamda kuzatuvchilarning faraz qilishicha NATO armiyasi Rossiya davlatiga keng ko'lamli hujum tayyorligini o'rindab bo'lgan. Bundaq bo'lishiga sabab hozir Polsha, Ukraina, Estoniya, Latviya, Ruminiya qatorliq davlatlarga NATO armiyasi bütün ilg'or qurollarini hammasini yetkazib bo'lgan. Ilg'or tipdagi tankka, aeroplan, nishonni qo'g'lab zarba beradigan zambirak o'qlardan tortib tayyorlik bosqichini o'rindab bo'lgan. NATO armiyasi Estoniya davlatiga 2 milliard Amerika dollarlik nishonni qo'g'lab zarba beradigan zambirak o'qini Estoniya davlatiga jiddiy o'rlashtirish bosqichini ilib berib yetibdi.